Ye, ana Sardor chiqdi. Aka, Qizlar. ye, ikkovi ham chiqibdimi? Akani ro'moliga menga nochasiz sizga. Jinnimisiz urumini o'ragan ergitiga. Ha, yo'q, ikkalasi ham qiz bola-yu. Uka, men bilan tortishyapsizmi? Men uylanganman-ku. Qiz bola bilan juvonni farqi yaxshi boraman. Ammo ikkalasi ham qiz bolaga o'xshar ekan. To'xta. Kir ketvordi-ya. Azamjon tuzamisiz? Ustolingiz bir og'iz gapim bor, maylimi? Tinchlikmi aka? Tinchlik bir og'iz gapim bor edi, xolos. Usta akalar, 1 minutga qarab oringlar. Usta chaqiryaptilar. O'labbi. Hozir tushyapti aka. Sizlar ishlayapsizlarmi, tomosha qilyapsizlarmi? Ishlayapmiz, nimaga nima deyapsiz? Sizlar qo'shnikida ishlayapsizlar, ko'zlaring hovlimda. Ayolim bilan singlim sizlar ish boshlaganligingdan masi bemalol hovliga chiqolmay qoldi. O'zi uydagilar aytishadi 1-2 marta ustalar gap so'z qilyapti deyshodi, ishonmadim. Hozir bunday qaradim, olyapsizlar ekan. Bu qo'shnimni hurmat qilaman, o'shaning uchun og'zaki gaplashyapman. Boshqa joyda ishlaganligingda boshqacha gaplashardim sizlarni. Agar yana bir marta hovlimga ko'zlaring tushganini ko'rib qolsam, o'zim tashlab yuboraman tomni, xo'pmi? Uyingizga usta solsangiz shuni omonat qilib qo'yingki, birodar, bizni uyimizda xizmat qilyapsiz. Meni uyimga kelgan ustalarning sababidan qo'shnilarim ozorlanmasin. Iltimos, ko'zida ehtiyot qilasizlar. Qo'shnimni ayollari bor, qo'shnimni qizlari bor. Ehtiyot qilinglar ko'zinglarni. Tomga chiqib olib butun qo'shni uyini tomosha qiladigan ustalar bor.